rullari вообще og'ir bo'lib ketibdi-yu. Hozirgi issiq havolarda avtomobilingizda rul og'ir bo'lib qolsa, rulovoy yoki nasos remont qilishga shoshilmang. Bu oddiygina bitta detaldan bo'lishi ham mumkin. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Men sizga bu haqida to'liq ma'lumot beraman. Bu avtomobilimizda ham rul og'ir bo'lib qolish sabablari nakonechnikdan bo'lib chiqdi. Nakonechnikni o'zlaring ko'rishingiz mumkin. Juda ham qotib qolgan, qattiq holatga tushib qolgan. Nimaga aynan nakonechnik qotib qoladi? Siz videoga bitta like bosib, profilga obuna bo'lib turing. Men sizga bu haqida ham to'liq ma'lumot berib o'taman. Bu nakonechnikni qisib qolishiga sabab motoringizdan, ya'ni avtomobildan chiqib turgan issiqqa, havoni issig'iga ichida plastmassa suxarisi bo'ladi. Shuni hisobiga ishib ketib, nakonechniklar qisib qoladi. Aynan shu narsa siz avtomobilingizni rulini og'ir bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Rulingiz og'ir bo'lib qolsa, rulovoyni remont qildirishga, nasosni almashtirishga shoshilmang. Albatta shu detallarni albatta tekshiruvdan o'tkazishingizni maslahat beraman. Agar bu detallar yaxshi bo'lsa, sizda rulovoyda yoki nasosda muammo bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlaringga jo'natib qo'yib, bitta like bosishni unutmanglar.